muhtarlık tarafları olmazsa kısaca tushuntirib o'taman. Yapıp masalan, yakakatda tadbirkor bo'lsaga, masalan, bog'cha bo'lsa, bog'chasini o'sha jihozlash uchun bo'lishi mumkin, aylanma mablag' qilish bo'lishlari mumkin. Bu uchun tashabbuskorning ulushi bo'lishi kerak, 30% ulushi o'zining hisobidan beradi. Asosiy vosita sotib olish uchun 20% 7 yilga beriladi, 24% imtiyozli daromad bilan. Aylanma mablag' uchun esa 21% ga beriladi, 2 yilgacha 6 oy imtiyozli daromad bilan beriladi. Kreditimizin summasi 100 milyongacha bo'lsa, ikkita ishchi o'rin yaratilishi kerak. 100 milliondan oshib qo'ygandan keyin 4tadan 6ta ishchi o'rin yaratiladi. Unga qarab yana o'sha nimamiz foizini o'shaga qarab tushuntirib beriladi. Aylanma mablag'ni to'ldirishda ochiq yoki yo'q kreditni berishimiz mumkin. Bular ham Qur'at kompaniyasi MCH'si jalb qilingan miqdorlar hisobidan beriladi. Valyutamiz so'm valyutasida beriladi. Bu faqat pul o'tkazish yo'li bilan ko'chirib beriladi. 15% naqdda berilishi mumkin.